Shved bo'lsin, yetuk bo'g'oz bo'lsin, kuni oz qolgan bo'lsin degan aka-ukalarimiz bormi? Xudo xolasa, mana sizlar uchun sifatli yaxshilardan Qirg'iziston shved so'raganlarga yetuk bo'g'oz, xudo xolasa aka-ukalar, orqa ketlari baland, sifatli yaxshi joyga yetib keldik. Andijon viloyati Shahrixon tumani, O'rta Sharxondan bo'ladi. Qodir akamizni xudo xolasa xonadoniga yetib kelganmiz. 3 dona yetuk bo'g'ozimiz bor. Imkon darajasida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir kun ham kutolmayman deganga mana aka-ukalar yangi sveji, probegi ham yangi deydi. 2026-yil xudo xolasa birinchi buzoqchalaridan. Bir donadan like bosasizlar, poddeshkada bo'lasizlar. Sizlar uchun shunaqangi sifatli zo'rlardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa aka-ukalar, to'rov putaylar ishlaydi. Boki kattasidan bolasiga 1 sutka bo'lgan. Xudo xolasa bir kun ham kutolman deganga mana yonida bolasi bor. Suti ham xudo xolasa aka-ukalar uyaltirmaydigan darajada beradi. Sifatli yaxshisidan. Dostonbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Yangi yillarni o'tkazib olib. Rahmat aka. 1 yoshga katta bo'lib olib, obunachilar ham. Hamma yaxshimi? Xudo xolasa bugun 26-yilga boshladik mana Dostonbek. 31-kuni chiqardik. O'g'limiz tug'ib berdi ertasiga, hali qoraga o'xshab. Nariga. Qolgan uchtasi yangi. Go'zal, xunajin, bittasi 3-qoringa bo'g'oz. Oldingi partiyani egalariga olib borib berdingmi? Hozir bittasini Surxondaryoga chiqarib yubordik. Bittasini. Targ'ilda so'rovda akamizga Surxondaryoga ketdi, xudo xolasa bugun. Ketdi, yo'lida qilib berdik. Qolganlarini ham yo'lida qilib beramiz, Dostonbek. Qaysi biridan ketamiz aka? Sigirdan boshlaylik. 1 sutka bo'ldi. Nechinchi qoringa edi u? 3-qorin. Bolasini ovozchi. Bolasini ovoz. Gap yo'q. Shu bolasi tayida yuribdi, hali bir baylanib nima qilingan yo'q, tug'ilgan paytda sog'dik, Dostonbek. Bo'ylarini, tishlarini. Usti aniq emas hozir ham. Usti aniq emas. Zakonni 10 ta beraveradi. Xotirjamlik. Xotirjam. Bu idishga beradi, xudo xolasa. Hali ishiqlari qaytgan yo'q. Bolasining ham rangi o'zgarib ketadi, o'ziga o'xshab. O'ziga o'xshab ketadi. Kutamayman, siz aytgandek kutamayman deydiganlarga mana tayyor tuqqan sigir bolasini ovoz. Dostonbek 120. 2 ekan, 120 ga olsin. 120 ga. 120 ga. Bir 2 kunda aka sutga kirib ketadi, xudo xolasa. Bola ham sal dadil bo'lib oladi. Gap yo'q. Shukr, tishini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Lapatga zo'r 8 dona. Ana shukr, bolasi xudo xolasa yonadi. Qobiljon men shu Baqa yurgin. Baqa yurgin. Mana yurish-turishlari, oyoq qo'llari sog'lomligi zo'r. Ishig'i bor. Ishig'i bor ozgina. Tuqqan kuni 5 litr sog'ib yubordim. Bugun ertamadan ham jicha qo'l tekkizdik. To'ralasi butun. Yeb ichishi hamma yo'ldoshlari o'zi pokiza bo'lib tushdi. Bemalol sog'ib ko'rsatishaveradi. Uyga borganda ham ko'rishib olaveradi, tekshirib. Ko'rishib olaveradi. Zo'r. Qaytaring. Mana. Xo'p, 3-qoringa 8 kura, bo'ylari 120 plus. Xudo xolasa aka-ukalar, bolasini ovoz 1 sutka bo'lgan. Pulichi. Puli o'tgan safar 25,5 million aytdik Dostonbek. Esingizda bo'lsa, 31-kuni chiqardik. Bolasini olib keling, Qobiljon. Endi novoz tug'ib bo'libdi, 30 million, 28 million emas. Bizga ozgina mehnatimizga yarasha bo'lsa 26,5 million xayri bor. 26 million 500 ming so'm xayri. Vodiy bo'ylab dastlabkilari bor. Xudo xolasa bolasi yonida. Bolasi ham zo'r mana. O'ziga o'xshagan, bir xil mana. 3-4 kunda yana ham o'ziga kelib qoladi aka. Ishqilari qaytib, bolasi ham dadillashadi. Xo'p, 26,5 bo'ldimi aka? 26,5 million. 26,5 million. Buni nechinchi qoringa aka? Bu 3-qoringa Doston. 3-siga. Uchovi ham 8 oylik. Dostonbek mana idishdan boshlagan. 1 oydan mehnat qolgan, xudo xolasa. 1 oydan mehnat qolgan. Gap yo'q. Quyuq suyug'iga bor, biri mana o 8 oydan ham o'tgan. 8 oyga hisoblayveraylik. 8 oyga. 8 oy. Narigilar 1-qoringa. 1-qorin. Tishlarini yurib turgizib, hamma yo'g'ini ko'rsatib beramiz.
Necha aka? 1.22. 1.20. Yerga yaqinidan xudo xolasa. Bo'yning ichkasidan. Yaxshi. Mana doston. Mana o'sini yetkazmabdi ham hali mana. 8 kurakga hisoblashaveradi. Hisoblashaveradi. Mana Yuvoshliklar. 3-qoringa yuvoshliklari yaxshi. Yeb ichishi zo'r. Bir hafta savol javob bor aka bularda. Bir hafta 10 kun savol javobini qilib beramiz. Bundan keyin ham putaylar ishlashiga garantiya bor, xudo xolasa. Biz sog'ib ko'rib olamizda, Hunardinnikini tekshiramiz u. Manaqa tuqqan mollarni ko'rib olamiz. Gap yo'q. Ha, yurish-turishlari, oyoq qo'llari sog'lomligi go'zal holatda ukalar. Mana. Olib maza qilib bir boqib foyda qiladigan. Bir oy mehnat qilsa bo'ldi ekan-da. Bir oy mehnat qiladi, xudo xolasa tagiga tushib beradi. Bolasi. Mana o'zimiz shu eski qora olalardan xudo xolasa. Mana yuvoshliklar. Idishlar. Yaxshi. Xo'p, 3-qoringa 8-kuraklarni endi chiqardi. Pulichi aka buni. Puli yo'lida. Doston. 23 million xayri bor. 23 million. 23 million xayri bor. Mana aka-ukalar, pullar yengilidan so'raganlarga xudo xolasa mana. Yengil kelsa yengil beriladi. Xudo xolasa hammani rozi qilib uylargacha sog'-salomat yetkazib olib borib beramiz. Vodiy ichi besplatniy. Ko'rgan holatinglarda bemalol uyga borganda ham tekshirib olsanglar bo'laveradi. Yedirib, ichirib aka yurgizib bemalol. Albatta, ko'rib olaveradi. 500 ming 1 million bilan ish bitami, uyda kutib olaveradimi? Ish bitadi. Yo'q. 20 nech pul dedik buni oxiri? 23 million. 23 million. Ha, kavshanib turibdi. Nima deyapti bu? Shved so'raganlarga. Ha. Oq quloq oq tumshug'idan. Pachkasidan. Pachka. Zo'r. Narigisi Qirg'iziston parodoshi. Bu Qirg'iz. Qirg'iziston moli u. Bishkekdan o'tgan. Metrimiz xalqda ekan. Mana aka-ukalar, xudo xolasa 4 burchak narsa ekan. Uzunligi, sifati, xudo xolasa orqa ketlari to'la holatda. Eng muhimi hali bularda o'simi bor. O'simi bor. Necha? Dostonbek 1.23 ekan. 1.23. 1.22 plus yosin. 1.22 ga olsin ana. Mana. Bo'zak işte gap yo'q. Xudo xolasa hali o'simi bor aka-ukalar. 1 oy mehnat qilgan, yoniga bolasi tushib qoladi yonda. Orqalari yarasi kelgan ekan-da, aka, arasi boqilgan ekan, egasi ham. Yemda turgan ekan, Dostonbek. Yaxshi mehr bergan ekan-da, egasi ham. Idishlarni qarang. O'ta sifatli bu. Zo'r. Mana. Gap yo'q. Xo'p, birinchi qoringa 8 oylik bo'ylarini aytdik, tishini ko'rsatdik bo'zatishda. Hali o'sim bor, chiroyli sifatli narsa mana. Xo'p, aka, nima deymiz endi bunga narxini? Buni 27 aytaymi deb turibdi. 27. Yo ko'payib ketadi. Hech ko'payib ketmaydi. Bizga qancha arzon bo'lsa shuncha yaxshi aka. Bizda qimmatda bo'lmaydi, 25 million xayri bor. 25 million. Mana aka-ukalar, 25 million, xudo xolasa hali rosa buqaga tayyor xunajin narxi bo'ldi. Tayyor qornida bolasi bor edi. Bo'lib ham 8 oylik. 8 oylik. Hozir aka o'zi 1 oylik, 2 oylikni ham shunaqa aytishyapti shekilli, ha? Ha shunaqa. To'g'rimi? Bizda konkret bo'g'ozmi bo'g'oz, qisirmi qisir aytiladi bizda. Zo'r. Xo'p, bu 3-molimiz bo'ldi. Endi 4-chisiga Dostonbek, Qirg'iziston parovozi. Qirg'iziston moni qarang. Korobkalarini qarang. Ha deb ham kelavermaydi bunaqa. Zo'r. Birinchisiga bu ham. Birinchisiga bo'ylarini, tishlarini hamma yo'g'ini aytib ko'rsatib beramiz. Mana. 0313. 0313. Papalaq bo'ladi bular. Ja, unaqa no'cha bo'lmaydi bular. Bu ham no'cha bo'lib ketadi-yu. 1.20 ekan aka. 1.20. 1.20. Zo'r. Shuni bitta ko'rsatib beraymi? 2 kurak bo'lishi kerak bu. Mana, Dostonbek. 2 ta ekan. 3-chisini endi chiqargan. Boshlabdi.
8 oylik Dostonbek. Oqquloq oq tumshuq, yuvoshliklari ham hamma yo'g'i yaxshi holatda. Endi Joyida. mana bitta yurgizamizda, xudo xolasa, sizlar uchun ko'rsatib ketaveramiz. Yurgizib olaylik. Ha. Bu aka aşağıda qochib o'tganmikin? Aşağıdan o'tgan, yaqinda o'tgan bu. Hadi. O'n qarang, buni stokasi. Zo'r. Xo'p, aka ukalar mana. Oyoq qo'li, yurish-turishlari, sog'lomligi go'zal holatda, xudo xolasa, olib baraka topadiganlar. Bu ham 8 oy, aka. 8 oy. Dostonbek, terdim bugun. Xudo xolasa 8 oyliklaridan terdim. Yaqinidan ko'p so'rashyapti, ha? Endi biz ham haligi o'zimiz qo'ymaganmiz-da, 5 kun, 10 kun yo plus yo minus bo'lib qolish mumkin. To'g'ri. Unisini to'g'ri tushunishadi. Oshib ketsa 5 kun razisasi bo'ladi endi. Ne qobiljon. Mana, korobkasini qarang. So'q. Mana pechatlari ham bor. 4 son narsada, aka. 4 son. Idish ham boshlangan, qarang, tashab qo'ying. Siz bilasiz-ku. Qaytaravering. Qirg'iziston parodani buqalari ham qimmat bo'ladi. Mana xunajin bo'g'ozlari o'zi kam o'tadi. Kam o'tadi. Mana aka-ukalar, foydalansanglar, foydalanadigan joyi. Ularida mana ikki tomonda ham Yelkasi bor. qonuniy o'tgan belgilari bor. Bor. Zo'r. Xo'p, aka, pulini aytaylik endi buni. Buni pulimi? Aha. Buni puli 35 ta Dostonbek. Ana olmasa. Mana. 35 endi sizga yarashmaydi aka. Ezomang, hey. Bizda yo'lida Dostonbek. Nech pul aytay ekan buni? Yaqin qilib aytavering. 30 ham demaymiz buni endi. Torting. Ertaga soat 11ga qilib aytib qo'ying. 30 ham demaymiz Dostonbek. Bunday aylantiring Qobiljon. Yurgizib oling. Bu tomonidan olmadi Dostonbek. Bo'ldi bu yoq ko'rinmaydi. Dostonbek, yaqin aytaman. O'ta ham yaqin aytaman. Hali katta ekan, kichkina ekan deyish mumkin. Kattasi o'ziga qarab, hammasini ham, puli ham, narxi ham 26 million ozgina xayrana qilib beraman. 26 million kami xayri bor. Ha. Mana aka-ukalar, yetuk bo'g'oz, 1 oy mehnat qilgan, oshib ketsa 40 kun. Xudo xolasa, bolasi yoniga tushadiganlar. Mana shunaqa. Xo'p, aka, kelishadigan joyi bor-a? Ha, xayrini ziynatini qilib beraman. Bo'lish emas. Aha. 26 milliondan ozmoz o'tib beraman. Hammasini ham bo'lish emas narxlari. Xayri ziynati bor. Telefon qilib, misol uchun olganlar biladi. Gaplashganlarda Dostonbek. Xudo xolasa, yoqtirgan, qiziqqan ishqibozi. Mana u ham o'ta udar narsa, mana shu ham bor-ku. Yemda turgan mana shu Dostonbek. Zo'r. Xo'p, Figurasi bo'lay. Mana imkon darajasida Katta ma'lumotlarni berdik. Qirg'iziston paroda, Shved yokida qora ola so'raganlarga ro'zg'or bor bo'yning ichkasida. puli ham xudo xolasa o'ta go'zal bo'ldi. Sifatlari yaxshi. Vohali Ali akalarimiz telefon qilaversin. Yo'nalishimiz bor. Bor-a? Bor, albatta. Issiqina yo'lda qarab ketadigan shopir akalarimiz. Bir kun yab-yag bo'ladi-ni. Ha. 31-kuni sotgan bo'lsak, bugun 2 mi? Bor 3 kundan keyin mana chiqarib yubordik. Nima, endi to'planishiga qarab chiqarib olinadi. To'g'ri. Ha, endi bir kun ham kutolman deganlarga mana xudo xolasa aka-ukalar bolasi novvoscha yonida. Xudo xolasa mana idishni qaranglar, idishni. Mana o tomonini yeb, nari tomoni nima bo'lib qolibdi, ishib qolibdi. Zo'r. O'ta sutdormor. Xudo xolasa qiziqqan ishqiboz aloqaga chiqaverasizlar. Aka-ukalar aytilgan narx ham muhim emas. Kelishadigan joyi bor.